Ijtimoiy tarmoqlarda yo'llardagi holatni ko'rib, bu O'zbekiston emas, balki umuman qonun ishlamaydigan qaysidir davlat bo'lsa kerak deb o'ylashingiz mumkin. Ammo bu aynan O'zbekistondagi holat hisoblanadi. Nafaqat haydovchilarni yurishini, balki yo'lovchilarni bemalol yurishini ko'rib ham yoqangni ushlaysan kishi. Bu holatga albatta rasmiy munosabat kutib qolamiz. Kino bo'lyapti. Skver ochildi yangi bo'ldi o'rtasida. Bu o'rtaga bitta marojani qo'yib olsanglar, bitta sotadigan joy. Bemalol aylanib yura olasizlar. Hamma shu anjalik blogerlarda aytdi, mana shu ko'prikni reklama qildi, hamma gangirab anqayib yurishibdi mana odamlar, onqalaydi. Hamma ko'prikga. Yana biz selektorlar o'rtada nima bor? Opalar anjalik, nima o'rtada nima qilib yurasizlar? Mashinaga aniq terib, motorlar bu vobshe qizilmi, ko'kmi, qizig'i yo'q. Gitara, varallab o'tib ketiriladi. Ko'prik ochilgandan so'ng Damaslar harakatlari, ya'ni odam tashish Damaslarimiz bu tarafdan harakatlanadimi, yo'qmi? Men shaxsiy fikrim, eski yo'nalish bo'yicha 22 yo'nalishi bilan yuraveradi, lekin faqatgina yo'lovchi tashish uchun avtobus va taksi mashinalari o'tishi mumkin shu yo'ldan. Fikrlarni izohlarda qoldiringlar. Hamma ishga olib ketdi-ya, peshag'o to'laymiz desa, bu yoqqa ishga, probka. Demak, ko'rpani boshimga yopsam, oyog'im ochilib qolyapti. Oyog'imni yoqsam, boshim ochilib qolyapti, ya'ni.